Qaq ketyapsan? Bugun eng yaqin dugonam to'yi. Bormaysan. Dadamdan so'raganman. Shim kiyib olganmisan? Borgach. Uzunroq narsa kiyib chiq. Xo'p. Tushunmadim. Nima sochingni yoyib olding? Bor yig'ib chiq. Ya, makiyaj qilibsiz a? Ha? Rosa yarashibdi. Rahmat. Tez artib chiqing. Guli, kimman bu? Sarvino. Yo, bu emas. Bu kim? Bilmadim. Qara lekin. O'zicha. Nay qaro, battar. Bu nima qilganinglar o'qituvchim-ku? Nima qilibdi? O'g'il bola baribir. Kech qolayotganimda kremni ber. Ha, Ha. meni ko'ylagim ham yuvib qo'yasiz. Nima qilyapsan? Patingga kremlab krem yopman. Ikkalasini ham yig'ishtir. Menga choy tayyorla. Ha, qara. O'sha dugona sevinchi bitta bola bilan ko'rdim. Men nima qilay? Dugona yuribdim demay, sen ham yuribsan kim bilandir. Men hech kim bilan yurganim yo'q. Qara lekin bilib qolsam. Bo'ldi yetar, jonimga tegdinglar. Kichkinaligimdan beri shu. Maktabda o'g'il bola sinfdoshlarim urganinglar yetadi. O'qishga ham topshira olmadim. Desam urushmasmikan? Kim bilan gaplashyapsan? Ukalamen qarayman, o'ylab ko'rdim. O'zi bittagina singlimiz bo'lsa, uni sal ko'ngliga qarashimiz kerak. Bunda erkinlik berishimiz kerak. Ha, to'g'ri, lekin javoshir bordik. Men qara, kim telefon qilyapti? Akbar sercha dedim, ha? O'g'lim, bozor qilib kelinglar, sovchilar kelayotgan ekan. Kimga? Ha, menga bo'lmaydi-yu, singillaringga-da. Unga ne keladi sovchi? Ha, uylantirmaymiz-u, keladi-da sovchi. Voy, yaxshimisiz? Charchaman. Kelishdi. Veligingiz tuzaladimi o'zi? Anaqa sovchi bola sizlar bilan gaplashgani kelibdi. Nima? Qani? जानम देख लो मिट गई दूरियां मैं Keyin qo'raman. Xo'sh, singlimiz bilan qanaqa tanishgansiz? Shu bir ikki marta telefonda gaplash, ha? Moqchi bo'lganmiz, lekin gaplasha olmaganmizda. Yaxshi. Xo'p, keyinchi? Undan keyin bir ikki marta ko'rish. Ha? Moqchi ham bo'lganmiz, lekin ko'risha olmaganmizda. Men ham gapiray, akaman-ku. Gapir. Xo'sh. Sochingizni qayerda oldirasiz? Qovun. Bu yoqqa yuringchi, o'zi nima ish qilasiz? IT bo'yicha mutaxassisman, 8 ta tilni bilaman. Qo'limda 500 ta odam ishlaydi, biznesmenman. Ha, bo'ladi. Men qara. IT deganim yangi chiqqan shikolatmidi? Voy, aka, odam sharmanda qilasiz. Patinga krem-ku. U ishlar bo'laveradi. Voy aka, o'zingiz bosing, qo'ying bering menga. Sen aralashma, bor dariqa. Oldinlari uylanmoqchi bo'lganlarga o'tin yordirib ko'rishardi. Qani? Hunaringizni bitta ko'raylik. Mani yiqitsangiz singlimga uylanasiz. Ha, bu qo'lim yaqinda sinov o'tdi o'zi. Anjamanaga qanaqasiz? 47, 48. Ishda nima ekansizlar? Ha, yaxshilab chuvalchanglarga ehtiyot bo'lib o'ldirib qo'ymasdan, ha? Bo'ldi. Sizlarga kuyov kerakmi, qul kerakmi? Kuyov kerak. Qulroq. Uylanmayman, jonga tegdi. Oyi, yuring, ketdik. Qizingiz boshingizdan qolsin, tushundingizmi? Yuring, Tavba qildim. Ko'rdinglarmi, sovchilar ketib qoldi. Sizlar dastinglarda endi sovchi ham kelmaydi. Qizim, siqilma, zo'r yangiligim bor. 4-aging Rossiyadan kelayotgan ekan. Qaq ketyapsan. Dugonamnikiga? Dugonang o'g'il bola emasmi, chiqib? Yo'q. Bo'pti. Kakras uyg'oq ekansiz. Pul bering, aka. Aka. Bo'pti, men ketdim. Sochingni yig'ib. Kim bu? Dugona. Assalomu alaykum. Malades, qiz bola rolini zo'r o'ynayapti lekin. Dugonang. Mami ham xoyna-xoy parik bo'lsa kerak, a? Ay, nima qilyapsiz? Haqiqiy ekan. Kim u hozir? Hech kim yo'q-ku. Kim olib keldi buni? Men nima qilaman buni? Bilmadim. Yotasan hidlab. Nima bo'ldi? Hozir tushunmay qoldim. Ha, Romeo Julietta xonasiga balkondan oshib kirdi. Ha?
Hozir ko'rasan manda. Aytgancha bizda balkon yo'q-ku. Ha, bu yerda nima qilyapsizlar? Yaxshi narsa. Aytgancha, Romeo Juliettani ko'rganmisan? Ha, ko'rganman. Yig'layapsanlarmi? Erkak bolalaring ne? Guliga aytinglar choy olib kelsin. Vokzal ketadi. Guli! Katta qiz yosh bolachalar bilan o'ynab yurishingni qara. Nima qilibdi, aka? O, ertakni erga tegadigan qizsan. Undan ko'ramda uy ishlarini o'rganib, kelinlikka tayyorlansang bo'lmaydimi? Men ham ishlarni bilaman. Yo'q-a, ko'ramiz. Qanaqa chiqibdi, aka? Вообще bemaza. Nima bu? To'ydan keyin mana shunaqa ovqat qilsang, ering 100% qayda boradi. Yana bir kosa sutchi? Ujas, bunaqa supurmaydi. Qanaqa supuradi, aka? Bundoq oladida sekin-sekin noz bilan supuradi. Xo'pmi? Tasavvur qil, to'ydan keyin ering senga sovg'a olib keldi. Nima qilasan? Bu senga sovg'a. Voy, rahmat! O, to'poy. Yo'q-a, o to'poy. Bunaqa baqirsang, bu umrda sovg'a ko'rmagan ekan deydi. O'zingni bosib ol. Boshqatdan. Bobom. Rahmat. Mami er bechara seni odam deb sovg'a berdi. Rahmat, men sal xursand bo'lish kerak. O'zi nima qilay? Tasavvur qil, eringni ko'ylagini kutilmaganda kuydirib qo'ying. Nima qilasan? Suv olib kelaman. Yo'q, kechirim so'rayman. Ey jinni, eringni ko'ylagini kuydirmaysan. Hakamlar 2 ball. Men 4 qo'ydim. Tasavvur qil, uydagilarni sog'inib ketding. Qaynonangdan qana qilib ruxsat so'raysan? Oyijon, ruxsat bering, oyimni sog'indim, ko'rib kelay deyman. Nima? Ko'rdilaringmi? Bu faqat oyimni sog'indim deydi, akalarimni sog'inmaydi. Men buni katta qilgan edim. Siz 16 yil. Obbo, mana ko'rdingmi yig'labdi. Endi qanday yo'pataman? Tasavvur qil, to'ydan keyin bolang yig'lab qoldi. Bu yoqda ering chaqirib qoldi. O, Qattasona. Bu yoqda akang telefon qilib qoldi. Qaysi biriga qaraysan? Ha, bolamga qarayman. Ko'rdilaringmi? Bu erga tekkandan keyin bizni unutib yoradi. Joydami? Yana xafa qilmang. Unutmaydi aka. To'ydan keyin seni qaynotang bo'ladi, qaynanang, ering, qaynuka, qaynisingillaring bo'ladi. Sen shuncha odam bilan muomala qilishni o'rganishing kerak. Ha, aka, xavotir olmang, u oilada bitta o'g'il. Nima? Ha! To'y sharmanda, soat 10 bo'ldi. Yangi kelin shu paytgacha sasib yotgan uyalmaysanmi? Voy, uzr uxlab qolibman. Aka, erga tegmaganman-ku, qani? Kelinimiz to'ydan keyin qiynalmasligi uchun unga oldindan o'sha muhitni yaratib berib, uni sinab ko'rishimiz kerak. Masalan, men qaynota bo'laman. Sen eri bo'lasan. Men kim bo'laman? Sen mundoq qil. Aha. O, ana. Sen qaynona bo'lasan. Tasavvur qil, yangi kelinsan. Qorning dahshat och qolib ketgan. Ertalabdan beri hech narsa yeganing yo'q. Lekin dasturxonning oldida ering, qaynona, qaynoting o'tiribdi. Nima qilasan? Oling, kelin. Xotin. Oling deyishyapti-yu, o'vraman. O, farosat. Sen o'z nomi bilan kelinsan. Seni qorning och bo'lib, qorning quldur qilib hammaga eshitilib ketayotgan bo'lsa ham, yo'q, hech narsa yemayman, qornim to'q deb o'tirishing kerak. Chunki sen o'z nomi bilan kelinsan. Ovqat yeyishga haqqing yo'q. Tasavvur qil. To'ydan keyin farzandli bo'lding. Ismini nima qo'yasan? Masalan, qizli bo'lsam, ismini Shahzoda yoki Malika qo'yaman. Ha? Biz ismimizni qo'ysang bo'lmaydimi? Qanaqasiga? Qiz bola-yu. Mana Sohib, Jamol, Sohib Jamol. Ha, zo'r. Meni ismimchi? Sohib, Jamol dedim-ku, o'sha sen. Bilin, kim ekan deyman, Guli, yangi kelin bunaqa aksirmaydi deb qarayman. Sen nafosat bilan aksiring. Tasavvur qil. To'ydan keyin ering ichib kelib, sen bilan urushib janjal qilyapti. Nima qilasan? Qattasona yolmag'iz. Ko'zimga vapsi ko'rinma. Akalaringni ham bir tiyin. Ja, akalaring bir tiyin devormasa kerak. Ya, ishoning aka 100%. Akalaring mustur, akalaring tfu deydi. Yo'q-a? Uf, kiyim olishga ham birga keldinglar. Oyim bilan kelsam bo'lardi-yu. Keyin xohlaganingizcha kalta-kulta tor narsalarni olardingiz-da. O'zimiz ko'rib bilib olib beramiz. Vau! Tinchlikmi? Buni kiyib kimga yoqmoqchisan, ha? Qizil, bo'lmaydi, odam jalb qiladi o'ziga. Buchi. Eng yomon ko'rgan rangim yo'qot. Xo'sh.
Uy, вообще bo'lmaydi, yig'ishtir. Nimaga? Bilmadim, bo'lmaydi-da. O'tar. Bu kalta. Bo'yni ochiq ekan. Aka, hech bo'lmasa shuni olib beringlar. O, bu boshqa gap. Brat, nech pul ekan bu? Au, 850 ming. Zo'r ekan, a? Ketdik. Tapchka. O, Ha, yo'q, sen emas. Tapchka ham bor ekan. qarang, sizgacha mana svetlarimiz tushadi. Ha, Keyin ha, ha. O, sen qayerdan bilasan singlimizga nima yarashishini? nima kiyishi o'zi biladi, xo'p? Ya, men buni shunday qo'ymayman. Sen qanday qilib singlimizga Va nihoyat. rangini ham ochdi lekin. Razmeri ham o'zingga mos. Bundan ko'ra qop kiyganim yaxshi emasmi? Qichitmaydimi axir? Variant lekin. Normalniy, bitta shim ham ko'ring. Material yoqdi menga. Bitta krossovka olsam bo'ldi. Hey! O'zi kimga kiyim olgani keldik? Ha, Guli, biz shu uncha narsa oldik. Sen hali hech nima olmading. Yomon injiqsan-da. Qancha narsa ko'rsatdik. Nozanin